hech ham bunaqa yo'qchilikka o'rganmaganman. Muzlatgichim bo'sh. Uyda na yo'q. Rossiyadan olib kelganda ham siz-ku. Quyonni tillasi yaxshi bo'ladi. Majbur bo'lgan. Buni o'ylamayman. O'ziga yoqqani uchun uraman, mayli deyman. Undan ko'ra Sen açık ol. Kechamda maza qilyapsiz-ku. Hammalariga Allah inson bersin, tanajolarga sog' bo'lsin, boshlaring to'ydan chiqmasin, oilasiz qiyomalariga qahramonliklar. Haliga borganda singlingni qiynamasmikin to'qilaringdan. qo'y bunaqa. Aytishadi-yu, erkak kishi noma'lum bilan o'ynashi bo'lmaydi. Hammasini hali vaqt ko'rsatadi. Aliya. Azan. Aliya. Bunga shunaqa hisoblaysiz, nima bo'lasiz? Unda bo'lsa nega meni xotinim turibdi? Au, yetkazib turish xatarli. Nariga xonaga psixiatr kelgan. Bir kirib chiqing. Aka, o'zi kepsiz ovora bo'lib o'zingiz boradi. Hurmatingiz bor. Shart emas. Endi ular orqaga keladi. Beg'arib. Yoshlar bor. Juda yaxshi ketyapti hozir. Sizlarga bo'lgan janjal bor. O'shani mana tushirgan. Mana yaxshilab qarab qo'yingchi. Yaxshi, sizlarga hozir ko'ramiz. Bolanchi, yo'g'olamasa bugun uka. Bangachim, shu pichoqni qo'yadi. Nima bo'ladi? Rostdan ham xavfli ekan. Biz shunchaki qo'rqib qo'ygan deb o'ylaymiz. Bir dastlabgacha yigit Rusdan shikoyat qilgandi. Yo'q, Olti burnini qon to'g'irganmish. uka. Sen buni bilamanmi? Bular shaxslar davlat uchun juda ham xavfli uka. Ha, to'g'ri aytasiz. Endi uka, endi yarasha haqqini berib qo'ymoqchiman. Yaxshi ishlading. Ishonarli bo'ldi.